Lekin hurmatli obunachilarimiz, xo'p, sag'ir kasal bilan kelgan bemorimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Navoiy oblasidan kelganman. 25-20 sag'ir bilan kelganman. Toza havo sanatoriyasiga mana bu 5-kun. Sag'irim 7 ga tushdi hozir. Xudoga shukr, yaxshiman. Insulin olaman. 35 ga 70. Pankreatit va sog'lom ichak dorisini ichyapman. Sag'irim juda pastga tushdi hozir, Xudoga shukr, zo'rman. Allergiyalarim ancha pasha ana bo'ldi. Toza havoga, archan havosiga. Keladigan mehmonlarga tavsiya qilaman, kelib mana shu yerga davolanib ketsin toza havoga. Juda ham yaxshi joylar ekan. Doktor Jalilevga men minnatdorchiligimni bildiraman. Navoiy oblasi bo'yicha minnatdorchiligimni bildiraman.